Uyimiz tush ko'rmayapti. Sizlarni uylar. Bu yerda 2 qavat. 2 qavat. Bolam bor. 8 ta xona. Voy xudo. Xudo xolasa akangizga ham yetadi. Singlingizga ham yetadi, sizlarga ham yetadi. Inshaalloh otajoningizga ham yetadi. Xudo xolasa otajoningizlarni ham uylantiramiz. Qani yoqdimi? Yo'q, yo'qisham gapni tush ko'rib turgan yo'qishyapti hozir. Hozir bir pastirib uylarni aylanamiz. Xonasi ham ko'p, adashib ham qolasiz. Yo'g'i? Ha, juda ko'p. Meni xursand qilgan taraf shunda bo'ldiki, azizlar, bir xil odamlarni e'lon qilamiz, ishi bichi juda qiyin bo'ladi-da. Bu endi hammasi Allohga tavakkul qilib boshlangan ish bo'lgandan keyin bularni qanchalik Allohga suyukligini mana shu uyni oson bitganidan va bo'lib ham mana bunaqangi katta 8 xonali uy nasib qilgandan bildim. Haqiqatan juda oson bo'ldi, juda tez bo'ldi va juda barakatli bo'ldi. Bizga ko'p savol berishadi, nima uchun bunaqangi qimmat uylarni berasizlar, ichida hamma jihozlarni yaxshilarini qo'yasizlar, arzonrog'ini bersanglar ham bo'ladi-ku deyshadi. Biz shunda aytamizki, azizlar, biz buni atayin qilmaymiz. Alloh nima nasib qilgan bo'lsa shuni beramiz. Tushunyapsizmi? Va siz shundan ham bilsangiz bo'ladiki, qanchalar ular Allohga yaqin. Qanchalar Allohga yaqin. Chunki kimgadir $100 berish ham mashaqqatda, kimgadir $100 ishini bitirib berishingiz ham juda qiyin bo'ladi. Lekin kim uchundir mana bunaqa $70-80 ming uylar ham bir deganda bitib ketadi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun biz sizlarni azizlar mana shunday Alloh suyganlarning duosini tezroq olishga, bularga yordam berishga chorlaymiz. Bu imkonlarimiz g'animat, bu kunlarimiz g'animat. Har birimiz bir-birlarimizga g'animatmiz. Va har birlarimiz bir-birlarimizga topshirilgan omonatmiz azizlar. Omonatdan so'ralamiz. Juda ajoyib kun bo'ldi. Ha, ajoyib bo'lsa-mi? Qanaqa taassurotlar, bozordagi taassurot? Vobshe cho'tki bo'ldi. Bunaqa deb o'ylamagandik umuman. Odamning ko'pligini qarang. Ha, odam hamma qarshisiga ham chavordi. Hammadan ham sizni ko'rganimdan xursand. Mana shu odamlarning hammalari sizlarni deb kelishdi. Mana shular? Ha? O'sha bozordagi hamma minglarcha odamlar sizlarni deb kelishdi. Sizlarning duoinglarni olamiz deb kelishdi. Siz xursandmisiz ota? Hali mashinada Hasanjon aytishdi. Tushga o'xshaydi. Uyg'ongimiz kelmayapti. Maşallah. Hoji aka keling. Mana shu o'tiring. Hoji akam Qo'qondanlar. Ha, taniysizlar? Endi bu kishini biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Alloh sizni yaxshi ko'rsin. Qalbi buyuk inson. Bugun xursand bo'ldingizmi? Alloh rozi bo'lsin. Ayniqsa xuddi o'zimga bo'layotgandek tuyuldi bular. Uy-joy bo'lgan. Xalq omma ko'rib ishondi. Har qissa bo'lar ekan-ku deylar. Bularni bir tomonidan Allohning suyganligi, mana haligi gapni takrorlab o'tmoqchiman. Shunchalik bir 2 xonalik joy olish shuncha